Yunusobod Ruvidaning oldida joylashgan 9,5 sotuli uchastkaga kelganmiz. Fasadan ko'ryapsizlarmi, uzunligini 35 metr, oxirida qo'shnili yo'q, tupikoviy ko'chani eng oxirgi uyi bo'ladi. 9,5 sotu 35 metr fasadimizda. Endi uyga kirib ko'rsataman. Uyimizning ichiga kirib olganimizda shunaqa chiroyli burchatkalardan devor qilib qo'yishgan, ko'rib turibsizlar. Akkuratni qilib qo'yishdi. Endi bu yoqda bo'lsa, garajimizda bir 3-4 ta mashina sig'ib ketadi. O'zini отдельный кладовой xonasi bor ekan. O'rtamizda bo'ladigan bo'lsa, zelený zona. Ko'ryapsizlarmi, rozalarni, gullarni juda ham chiroyli zo'rdan ekib qo'yishibdi. Rangga rang berib turibdi bular. Endi to'g'rida bo'lsa, g'ishli imoratimizni gostivoy zalimiz bo'lar ekan. To'g'rida bo'lsa, letniy kuxnyaga ahamiyat berishingiz mumkin. Uni orqasida bo'lsa, o'zini dvoriki bilan sanuzellari joylashgan letniyda. Bu yoqda bo'lsa, maza qilib o'tirib ovqatlanadigan joyimiz. Endi uy ichkarisiga kirib ko'rsataman. Uyimizning ichiga ham shunaqa tamburdan kirib oldik. Bu yoqda bo'lsa, kattagina hol kuxnyamizni kutib oladi. Chiroyli qilib qo'yishdi. To'g'rida bo'lsa, sanuzel, o'zini spalnisi joylashgan, родительский. Yonimizda chap qo'lda bo'lsa, kattagina zalimiz uzundan uzun ekan. Endi to'g'rida bo'lsa, 3 ta dona spalnimiz joylashgan. Uyimiz bo'lsa 300 metr kvadratdan iborat. Narxiga keladigan bo'lsa, $400,000 so'rashyapti. Yana ozgincha kelishtirib beradigan joyligi bor ekan. Bemalol telefon qilsangiz bo'ladi.